Hurmatli yig'ilish ishtirokchilari, mana bugungi navbatdagi uchrashuvimizni boshlaymiz. Rahbar ishtirokida bir vositadan murojaatchilar aytib ketaverib, boshlaymiz. Birinchi mijozimiz 312 bo'yicha O'tanova Zuhraxon uy-bog'chaga kirib olmoqchilar. 312 qaror bo'yicha. 312 qaror bo'yicha. Ayollar uchun stavka 19%, 5 yillik 2 yil imtiyozli davri bilan jihozlaganmi? Bog'chalarni jihozlab kengaytirish maqsadida ishchi o'rni qo'shiladi. Ikkita ish o'rni yaratib beradi. Ikkita ish o'rni yaratiladi. Bo'ldi. 3 ish kunida balki shuni ko'rib chiqamiz, ijobiy hal qilamiz masalasi. Bo'lib turibdi. Keyingi fuqaromiz Rahima Barnoxon 17 million so'm olishyapti tikuvchilikka. Tikuvchilik yo'nalishi 17 million, 4 yillikdan. 4 yillik, 5 yillik kreditmi? 4 yillik, 17 millionlik kredit. Ayollar uchun 23%. 23, erkaklar 25 dan. 2 ish kunida ko'rib chiqib, xalqqa ijobiy hal qilib berishadi. Keyingi ishtirokchimiz mahalla loyihasidan Mamatov Qolmajonovga ariza berganlar. 50 millionlikka. 50 millionlik, 5 yillik 2 yil imtiyozli davr bilan stavka 25. 25 erkaklarga. 3 ish kunida ijobiy hal qilib berishadi ekan ishni. Keyingi ishtirokchimiz mahalla loyihasi bilan Mamatov Nosirberga 50 millionlik ariza topshirishgan. Hozir akaga aytganim 5 yil 2 yil imtiyozli bilan 25% stavkada 3 ish kunida ko'rib hal qilib berishadi. Keyingi ishtirokchimiz xo'jayinlar degan o'zi Kirmanda Nabiy va Zarifaxon mahalla loyihasi 50 millionlikka topshirishgan bular. Opaniki endi ayol kishilar uchun 23% stavkada 5 yil 2 yil imtiyozli davr 3 ish kunida ko'rib berib ijobiy hal qilib berishadi. Hozircha fuqarolar shular murojaat qilganlar. Kelsa chaqiramiz, uchrashish bo'ladi. Shunday. Gaplashib olamiz. Yozib olib bo'ladi. Hozircha rahmat.